100 AQSh dollari miqdoridagi pulni yaxshi niyat bilan orzuyingiz uchun yoki shunchaki qora kunga deya jamg'arib qo'yasiz. Oradan 1 yil o'tadi. 100 dollar hali ham joyda turibdi. Ammo uning qiymati o'zgargan bo'ladi. Endi bu pulga o'tgan yiliga qaraganda kamroq go'sht beradi. Maishiy texnika narxlari ham oshgan. 1 yil oldin shu pulingizga sotib olishingiz mumkin bo'lgan narsalarning hammasi qimmatlashgan. Nima uchun? Chunki pulingiz bekor yotganda qadrsizlanadi. Bu inflyatsiya deb ataladi. Atrofingizdagi buyumlarning narxi oshgan, pullaringiz esa o'z qiymatini yo'qotgan. Hech qanaqa xarajat qilmasangiz ham jamg'armangiz qiymati kamayib boraveradi. Pulni yig'gan bo'lishingiz mumkin, biroq uni na saqlab qoldingiz, na ko'paytirdingiz. Bordi-yu, sarmoya qilishning ishonchli usulini tanlaganingizda edi, sizning 100 dollaringiz 115 dollarga aylangan bo'lardi. Balki undan ham ko'proqqa. Ha, narxlar inflyatsiya ortidan o'sib bormoqda, biroq shu bilan birga sizning kapitalingiz ham o'sishi mumkin. Pulingiz o'z qiymatini saqlab qolishi uchun u ishlashi kerak. Bu sarmoyangizni ko'paytirish uchun ham muhim va yanada ko'prog'iga erishishingiz uchun ham.